Januar, mendan rozi bo'l, men ham sendan roziman. Boqib baraka topdim, Xudoga shukr. Mana molimizda baraka bo'ldi. Xudo xolasa 151 million 800 ming so'mga baraka bo'ldi. Molni ko'pchilik telefonda ko'ra olmadi, gap ochiq. Bir tushunadigan inson o'zlari keldilar, har doim 1,5 tonnalik mollardan qurbonlik qilib turar ekanlar. Shundoq ko'rdilar, bunaqasi bo'lmagan mollarimni ichida deb baraka qilib, oilamni nomidan, ota-onam, bola-chaqamni nomidan mashina ehson qilib, qurbonlik qilaman deb niyat qilgan ekanlar. Hammamizdan shunaqalarga yetkazsin. Molni eni 1 metr bu mol. Ishoninglar, orqa tomonlardan 1 metr keladi. Shunga buni har doim aytdim, ko'ringlar, tepasiga kelib ko'ringlar dedim. Ikkinchi odamni o'zi kelib baraka qilib ketdilar. Shundoq ko'rib, yengil baraka bo'ldi. Alloh barakasini bersin. Talashmadi, tortishmadi. Juda yengil baraka bo'ldi. Xursandchiligim ham. Shunga bunaqa mol boqsa, bunaqa daromad qilaganman deb o'ylamanglar. Buni hammasini eksterierlari bir-biriga tushadigan bo'lish kerak. Buni to'g'ri boqish kerak, ratsionlarini. Qorinni katta soldirib olish kerak emas. Buni o'shanga oldin tajribalarni oshirib, keyin boqinglar bunaqa mollarni. Bo'lmasam bizni sababchi bo'lib qolmanglar deb aytayapman. Mana shunaqa mollar o'zi, mana baraka bo'ldi. Ikkita mol o'zi baraka bo'ldi. Endi o'shanga hammanglarni qilayotgan ehsoninglarni Alloh dargohida qabul qilsin. 151 million 800 mingga baraka bo'ldi. Molni ko'ra olmadi ko'pchilik, telefonda ko'rinmasa ham haqiqatda. Alloh rozi bo'lsin. Qo'shilib qo'yinglar, so'nggi ma'lumotlarni berib turamiz, yangiliklarni.